Barchalarga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Gapni qisqa qilamiz. Ajoyib sizlarga yangilik bor. Juda ham bomba. Bozorda 1 ga 6, 1 ga 5, 1 ga 10 xullas ishlab kelayotgan narsa mana ko'rib turibsizlar. Kanallarimizga berib boryapmiz. Signallarni va hokazo barcha ideyalarimiz bilan ulashib boryapmiz. Oxirgi kunlarda Xudoga shukr yaxshi, faqat tek profitlarimiz ko'payib boryapti. Albatta stop loss ham bo'ladi. 50 kunlik natijamiz 84 ta signal, 16 ta tek 16 ta stop loss, 5 ta bezubitga, 53 ta tek profit. Tek profitlarimiz bilinglar, doimiy ravishda 1 ga 2, 1 ga 4, 1 ga 10 sotoshenigacha ishlaganmiz. Lekin doimiy ravishda meni bitta qoidam 1 ga 2 oldi qoch. Xo'p, sizlarga endi o'rgatib o'tadigan narsam, bolalar qaranglar. Bu asosan zonani qayerdan olamiz? Toat zonalaridan olganimiz afzalroq bo'ladi, chunki juda ham bir ideal darajada yaratilgan bu tizim. Bu tizimni kreatori albatta Taot FX hisoblanadi, ya'ni o'zimiz ustozimiz Farruh aka. Joni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Shuncha foydali kontent, foydali narsalarni mana ixtiro qilib, yaratib olib chiqib qo'yibdilar. Qaranglar, bu narsadan qanday foydalanamiz? Bizda indikator kerak bo'ladi. Indikator va hokazo hamma narsani Telegram kanalimizga tashlab qo'yganmiz. Xo'p, endi bundan qanday foydalanamiz? Biz masalan mana Aziya sessiyasi ochildi. Bugungi holatda, ya'ni bugun kanalimizga bergan sell va buy signalimiz mana sell va buy signalimiz. O'rtada men o'zim bo'lmay qolganim uchun men bu yerdan buyga ishlab olganim yo'q, lekin Taot FX kanalida bu efirda ochiqdan ochiq buyga davay ketdik deyilgan CPI da buyga ishlangan, juda zo'r ishlangan. Xo'p, bizda ikkita sell zonamiz va ikkita buy zonamiz shakllanyapti bu yerda. Ko'ryapsizlar. Xo'p, endi bizda deylik ko'p deb o'ryapman, uzr. Aziyani ikkita buy zonasini ham olamiz. Sell zonasini ham oldik, buy zonasini ham oldik. O'rtacha bu, ya'ni bizda soat abedga 11lar atrofiga to'g'ri keladi. Buy zonasi ikkita mana. Birinchi buy zonasiga kelgan paytda CPI vaqtiga to'g'ri keldi. Ya'ni imенно CPI vaqtida biz CPI ga buy ideyasini berdik. Mana shu zonaga kelgan paytda buni o'zi aslida bu zonaga kelganda razvorotini olib savdoga kirish qiyin. Bu narsa endi bu Taot FX zonasiga biz boshqa narsani qo'shamiz, ya'ni поглощение bilan ishlashni qo'shamiz. Ya'ni Taot zonamizga kelyapti-da, biz поглощениeni qo'shyapmiz. Bu поглощениeni o'zi ko'pincha M15, M30 time frame ishlatıladi, ammo H4 daily time framelarda bu boshqacha tartibda ishlanadi. Bu поглощение shamimiz. Shu sababli biz M5 time framedan faqat M5 va M3 time framedan ishlatamiz bu narsani. Fibonacci'si bor. Bu Fibonacci'sini ham kanalga tashlab qo'yganmiz. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni bu Fiboni qanday tortishni o'rgatmasdan o'tib ketdim, uzr. Sizlar zonani oldinglar. Bu imenda bu Taot FX zonasida ishlaydi demayapman men. Любой time frame'da, любой joyda, katta time frame'da bo'shliq zonalarda ishlab beradi. Misol uchun sizlarda H4 time frame'da FVG bor yoki bo'lmasa hokazo tuding qanaqadir SNR zona bor, qanaqadir razvorotni katta modelli zonalar bor. O'sha zonada sizlar stop lossni kichkina darajada va take profitni katta darajada olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni bozorda поглощение qanday hosil bo'ladi? Bozorda поглощение katta объем kirganini hisobiga hosil bo'ladi. Bilib qo'yinglar, поглощение qaysi tomonga hosil bo'lsa, o'sha tomonga kuch katta degani. Ya'ni M5, M15 time frame'larda ya'ni o'sha tomonga kuch o'ta ko'p degani. Shu sababli M5 time frame'da zonalarda mana shu narsani kuzatsanglar, ya'ni mana shu kuzatsanglar, bu qanday bo'ladi? Поглощение ishlashi ishlamasligi. Поглощениeni sell trendida bo'lsa, ya'ni sellga tushib kelyapti-da, oxirgi minimum qizil shamimiz va uni maksimumini tanasi bilan buzib o'tib ketgan bo'lishi kerak. Yashil shamimiz. Ko'rib turibsizlar, xuddi shu holatda buzib o'tib ketgan bu. Endi nima qilamiz biz? Aynan mana shu yerdan mana bu Fibonacci tortadigan bo'lsak, tanasidan, soyasidan emas, tanasidan qizilning soyasiga, ya'ni sell trendimizdagi sell switchamizni minimumiga tortib qo'ysak, bizda mana ikkita ko'k bilan yashilda beryapti, zona beryapti mana. Entry zona, ya'ni 3-sham bizga kirib beradi. Ikkita shamdan keyin 3-shamimiz. Ikkita shamga biz Fibo tortdik. Va qolgan shamlar sekingina assalomu alaykum deb sekin bizni take profitimiz tomon chiqib ketaveradi.
Xohlovchilar, birinchi bunaqa vaziyatlarda birinchi take profitimiz garant bo'ladi. Juda ko'p ishlatganman. Endi 100% demayman, lekin 90% bu narsa 80% ishlab beradi bozorda. Shu kungacha ishlab kelyapti. Bundan keyin ham xudo xohlasa ishlaydi. Ishlatinglar, foydalaninglar. Prosta tekin narsa. YouTube'da bunaqa foydali narsani topish juda qiyin. Masalan, pashti juda kam bu narsa, akalarim. Xo'p, birinchi mana zonamiz oldi. Endi selga nima uchun berdik deydigan bo'lsa, yana M15 ga olamizda. M15 da bizda sel zonamiz bor. Ya'ni bu sel zonamiz Londonning sel zonasiga to'g'ri kelyapti. Londonning, ya'ni o'sha Fibonacci'dagi sel zonasiga to'g'ri kelyapti, Taot zonalariga. Mana birinchi sel zonasini olyapmizda. Mana shu zonamizda bizda поглощение shakllanyapti. M5 time frame ga o'tib qaraydigan bo'lsak, mana kelyapti-da, bizda поглощение yasayapti. Va o'sha поглощениеga mana bu minimumidan maksimumiga qaratib stop lossimiz nima deydi? Xullas, tortsak Fibonacci'mizni, take profitimizni chiqarib beryapti. Mana ikkita shamdan biz tortdik va 3-shamdan biz savdoga kiryapmiz. Stop lossni maksimumga qo'yyapmiz. Aynan shu holatda birinchi take profitimiz bizga garant 1 ga 2, 1 ga 3 bo'lyapti. Birinchi take profitimiz o'zigacha ham bilib qo'yinglar. Ikkinchi take profitimiz esa bizga xohlovchilar uchun tabga qarab, bezubitga qo'yib, zilkasini ushlab o'tiraveradi bolalar. Xo'p, endi Mametdan nimani hisobiga bay berdik deydigan bo'lsanglar, bu yerda razворотный model shakllangan. Ya'ni bizda oxirgi tushuvchi trendimiz minimum va minimumning maksimumini yorib o'tib ketgandan so'ng trendimiz bayga o'zgardi. Va aynan mana shu oxirgi shamdan biz oladigan bo'lsak, bu bizga entry shakllantirib beradi va biz hozirgi M1 time frame da tortayotganda, ya'ni M1 time frame da buni отдельный mavzu, buni ham xudo xohlasa tushuntiraman, lekin bu holatda ham nimani hisobiga bay berganimizni aytib, ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana shu yerdan biz savdoga kiramiz deyapmiz va birinchi take profitimiz bizda bo'lyapti. Ya'ni stop lossimiz 4305 ga bo'lyapti. Take profitimiz esa mana birinchi take profitimiz mana shu yerga bo'lyapti. Men bunaqa uzoq muddat ushlab turmayman, to'g'risi. Men 1 ga 2 holatida mana shu yerda yopib boraman. Mana shunaqa 1 ga 2 bo'ldimi, tirs yopaman, yetadi. Lekin ko'pchilik bor kanalimizda, xudoga shukr, bezubitga qo'yib, duxi baland akaxonlarimiz ushlab turadi. Mana bu yerdan ham xuddi shu vaziyat bo'lgan, ya'ni поглощение yasab bergan, M3 time frame da yasagan adashmasam, aynan o'sha положениеda savdoga kirildi. Bolalar kirishdi va yaxshi natijada olib chiqib ketishdi. Ana M3 da bo'ldi dedimi, M15 da bo'ldi dedimi, tushunmay qoldim. Mana Mametda bo'pti. Eng maksimumida, cho'qqisida bo'pti, mana qaranglar. Buni tortamiz. Bizda take profit stop losslarimiz beryapti. Savdoga kiryapmiz. Qani, savdoga kiryapmiz-da. Maksimumga stop loss qo'yapmiz. Va. Ketdi shu bilan. Qani, Mametdan kiryapmiz ekan. Mana. Shu bilan ketdi. Biz stopimiz olmasdan. Xuddi shu holatda, shu tartibda bu поглощениеni ishlatasizlar. Любой joyda kelsa kelmasa 15 ishlatavermaysizlar. Videoyimiz qancha bo'lib ketdi bilmadim. 8 minut, 2 minutda endi men sizlarga hozir boshqa time framelarda ham qayerda qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Misol uchun, SNRchilarning Mametda SNR zonasi bor. Xo'p, endi SNR zonaga kelgandan keyin bosib yuborisha olmaydi. Juda ko'pchiligini bilaman. SNR zonaga kelganda tasdiq olishga harakat qiladi. Endi tasdiqni qanday qilib olamiz desanglar, M5 time frame ga o'tasizlarda, aynan mana shunaqa katta time frame da sizlar razворотный zonalar bo'lsa, misol uchun shu joyga kelyapti. Nimaga videoda tez gapiryapti desanglar, bolalar 10 minutdan oshiq video yoza olmayman. Mana shu yerda mana поглощение yasab beryapti. Поглощение yasagungacha iloji boricha kutganinglar yaxshi. Biz savdoga kiramiz. Savdoga kirganimizdan keyin, ya'ni mana shu yerda biz savdoga kiryapmiz. Stop lossimiz esa minimumga qo'yyapmiz, поглощениеni minimumga. Tabga qarab M1 take profitimiz 1, take profit 2, take profit 3, take profit 4. 4 ta take profitni beryapti. Bu endi xohishga qarab ishlanaveradi bolalar. Ko'pincha sabr yetmaydi. Shuning uchun 1 ga 2 ni olaylik mana. Mana shu yerda sizlar bozordan chiqib ketyapsizlar. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu yerda bizda katta FVG zonamiz bor. FVG zonamizni endi qanaqa ishlatamiz? FVG zonamizda ham xuddi shu holatda mana поглощение yasayapti. Поглощение yasagandan keyin kiryapmiz. Bu katta FVG aslida M30 time frame da FVG'si. Xuddi shu vaziyatda ham mana bu yerda поглощение yasayapti.
va biz savdoga 3-shamdan kirib boryapmiz. 3-mi, 4-mi, xullas bizni zonamizga kelgan shamimizdan kirib boryapmiz. Va bizni targetimiz 1 va targetimiz 2. Tabga qarab buni ham yopib yuboraverasizlar. Aytmoqchi bo'lganim, bu juda ham ideal darajada ishlab beradi bozorda. O'zini o'rni bor, ya'ni bu temani ham, bu sistemani ham. Shu sababli foydalaninglar, shunchaki tekin narsa bu. Ko'pchilik bundan agar foydalana olmasanglar, marhamat kanalimizga kirsanglar, Ikromjonov FX yoki Taot FX, Ikromjonov FX ga kirsanglar, mana kanalimizda polni kunlik natijalarimiz va ideyalarimizni berib boramiz. Agar win rate'imiz bilan qiziqayotganlar bo'lsa, win rate'imiz ko'z tegmasin, yaxshi, 70%, 75%. Xohlovchilar kirsin, masalan, bir haligi men kanalimga odam yig'ib yo reklama emas, prosta endi content trenddan qolmaymiz biz ham, shuning uchun videolarni yasab olib chiqyapmiz. Va hokazo. VIP kanallarimiz yo'q. VIP kanaliga qanaqadir odam to'plash emas maqsadimiz, VIP kanal emas. Shunchaki hozirgi kunda razgon kanallari juda ham rivojlanib ketgan. Razgonchilar, tuding hozirgi kunda juda ham bir avjiga chiqyapti. Razgondan uzoqlashinglar bolalar. Razgon hech qachon ko'kartirmaydi. Razgon shunday narsa, odamni tupikka tiqadi. Bozorga iloji boricha pul olib kirmasdan pul olib chiqishga harakat qilinglar. Uning uchun albatta prop kompaniyalar bilan ishlashinglar to'g'ri keladi. Prop kompaniya imtihonlaridan o'tish qiyin bo'lganligi sababli juda ko'pchilik treyderlar prop kompaniyadan salbiy fikrlar beradi. Nimagaki, u qoidasi bor, uni anaqasi bor, buni qoidasi bo'lgan bilan o'sha qoidaga amal qilishni bilish kerak-da. Qoidaga amal qilmasa, u real shotni ham yo'qotib qo'yadi. O'sha shotni yo'qotib qo'ymaslik uchun sal bilimi bor odam uchun-da prop kompaniya bilan ishlash. Chunki katta summalarni beradi u ishlash uchun. U sizlar to'g'ri, sizlarga real shot bermagan bilan sizlarni bozorga kirib chiqish tizim tartiblariga asoslanib prop kompaniyalar ular sizlarni sistemalar bilan o'zlarining kapitalini bozorga olib kirib olib chiqadi sizlar bilan birga. Shu sababli ularga ham bilimli treyderlar kerak. To'g'ri, kurs anaqa nima deydi, sizlarni prop kompaniyaga to'layotgan pullardan soqa qilar, lekin unaqa soqa qilgan taqdirda ham sizlar biliminglar asosida bozorga kiryapsizlarmi? Sizlar biliminglarga yarasha pulni beradigan bozor. Shuning uchun ko'ngilni cho'ktirmasdan prop kompaniyalar bilan ishlashni boshlash kerak. Bu bizda faqat tilla emas, boshqa paralarimizda ham yaxshi natijalar qilib, hozirgi kunda ideyalarni berib kelyapmiz bolalar. Biz unaqa razgonchi emasmiz, doimiy ravishda kapitalni chiroyli risk qilishinglarni so'rab qolgan holda ideyalar beramiz, signallar beramiz. Signalni ham o'zi qo'qib beramiz, har doim ham bera olmaymiz. Chunki bilib bo'lmaydi. Bu bozor. Bemalol savdoga kirib ishlasanglar bo'laveradi. Barchalarga xayrli kech deb qolaman. Bu video juda ham kech yozyapman, shuning uchun xayrli kech. Videoni ko'rayotganlar bo'lsa, like, kommentariy yozib qo'yinglar o'zingizlarning fikringizni. Faqat negativ shart emas, iltimos. Chunki YouTube ga yangi olib chiqyapman, o'zimning videolarimni, o'zimning bilimlarimni ulashmoqchiman. To'g'ri, men bu sohada nima deydi, bir 10 yil hali tajribasi bor odam emasdirman, lekin o'ziga yarasha 3 yil, 4 yillik nima deydi, bozorda xarakterini o'rganib chiqqan odammiz. Shuning uchun foydalaninglar. Shunchaki foydalaning. Kerakli ma'lumotlar beramiz, kerakli narsalarni beramiz, keraksiz narsalarni olamiz. Xudo xolasa biz boshladik.